kerak. Boshidayoq so'z navbatini Andijon viloyati hokimi, Andijon futbol klubining rahnamosi Shuhrat Abdurahmonovga so'z berib, marosimni boshlaymiz. Marhamat, Guldiroz Sakarovga. Har bir futbolchiga Andijon futbol klubining forma topshiriladi. Ana shu taqdimotni o'tkazib bersangiz. Marhamat, futbolchilar ro'yxati. Mana shunday ajoyib marosim o'tkazilayotganda o'zi Andijon fan klubi, Andijon klubi juda ko'p narsalarni birinchi bo'lib qilardi. Mana shuni ham birinchi bo'lib qilayotganligi tahsinga loyiq. Burgutlar nomi bilan tanilgan Andijon ko'z o'ngimizda burgut haligi tuxumdan chiqib turib, polapon bo'lib turib, o'sib, tekis yo'lda endi parvozni boshlaydigan pallasida biz aynan birinchi ligada, Pro ligada ishtirok etayotganda sharhlarni boshlagan edik va Andijon klubiga ana shunda bog'langandik. Keyinchalik yo'llar bir ketdi, tekis ketdi va tartib ketganligi uchun ham hozirgi kunda Andijon futbol klubining olib borayotgan siyosati, tutumi juda ko'pchilik tomonidan tabiiy qabul qilinyapti. Ya'ni ba'zi klublar singari birdaniga chempion bo'lamiz degan harakat emas, balki bosqichma-bosqich yetib kelganini ko'ryapmizki, hozir tasavvur qiling, burgut uchyapti, sekin-sekin qanot qoqyapti va eng asosiy uchish parvoz paytida qoyadan ko'rinishni boshlaydi. Ana shunaqa ko'rinish pallasiga keldi va ana shu parvoz muborak bo'lsin. Jamoaga haqiqatan ham tajribali murabbiy keldi. Samvel Babayan nomi tilga olinganda istalgan klubga kelayotgan paytida u yo chempionlik uchun yoki Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurashadigan planka bilan keladi. Buni hamma biladi. Kelayotgan paytdayoq Andijonning aynan mana shunday pozitsiyasi juda ko'pchilik uchun namoyon bo'ldi. Andijonning Pro Ligadagi ishtiroki, keyin chiqishi va eng asosiysi kubok bahsi, bu afsonaviy bahs. Men shaxsan sharhlovchi sifatida ikkita uchrashuvda mazza qilganman. Leo Messi chempion bo'lgan Jahon chempionati finali va o'sha Navbahor bilan kechgan Farg'onadagi super final. Ana shu uchrashuvlarning darajasi teng. Qorli kecha ham bularni ro'yxatiga kira oladi. Qorda chempion bo'lganimiz 23 yoshlar o'rtasida va endi navbat kelyaptiki, kubokni qo'lga kiritgandan keyin taqdir nasib etdi, Andijon bilan birinchi Osiyo miqyosidagi o'yinida ham birga bo'ldik. Turkmanistonga birga safar qildik. O'sha yerdagi birinchi 0-0li seriyani boshladik. Esa omad muxlislar va futbolchilar o'rtasidagi kontakt yo'qolmasin. Mana shunday tarzda hamisha birinchi bo'lib kelayotgan jamoa endi futbol maydonida ham birinchi bo'lsin. Tabrik. Andijonning hurmatli mehmoni Xayrullo Hamidovga o'z minnatdorchiligimizni